yil 8 oyning ichida 3 ta o'g'il, 3 ta kesarva. 1 yil oldin bemorim er-xotin kelishdi. Xo'p, nima bo'ldi desam, homilador ekanman deydilar-da. Endi bu bemorim o'zi 2022-yilda, ya'ni noyabr oyida birinchisini kesarva bo'lib tuqqanlar. Hali bolasi 1 yoshga to'lmasdan ikkinchisini kesarva qilib tuqqanlar. O'zi shundoq ham oson bo'lmagan ikkinchisida yo'q. O'zi mumkin emas. O'zi birinchidan keyin ham 3 yil dam olish kerak. Ikkita kesarvadan keyin yana 5 oydan keyin o'tiribdilar-da, homiladorman deb. Voy, endi nima qilamiz o'zi? Endi nima qilamiz deyman. Kelgan xo'jayinlar, siz borsiz, siz qarab berasiz deydilar. O'zi to'g'ri, men abortga juda ham qarshiman, lekin saqlanish kerak edi. Endi bolani olib tashlasangiz xavf bo'lishi mumkin. Masalan, kesarvadan keyin bolani olib tashlash, abort qilish ham oson emas. Mayli, endi qaraymiz, ko'ramiz, xo'jayinlarga aytdim. Xotiningiz agar butun homiladorlik davomida poddержка qilib yordam beradigan bo'lsangiz, qo'limdan kelgancha yordam beraman, faqat Allohdan dedim. To'g'ri, endi shu bilan kelgan har telefon shunday soобщение kelsa, ey Allohim, yaxshi bo'lsin deyman, kechalar uyqum qochib ketadi, oson emas. Shu 3-kesarva 3 yil bo'lmasida chok tushadi. Keyin Allohga shukr, tug'ib oldilar, kesarva qilib oldilar. Endi kutyapman homiladorlikdan saqlanish uchun keladilarmi, yo'qmi, kontratsepsiya usulini tanlash uchun. 2 yil 8 oyning ichida 3 ta o'g'il, 3 ta kesarva. Nimaga u qizga qarab beraman dedim. Chunki ikkita operatsiyasini, birinchi, ikkinchi kesarvasini ham o'zimiz qilganmiz. Ikkinchi kesarvasida ochganimizda choki xuddi yo'qdek. Masalan, matka oldin kesilmagandek turganligi uchun uchinchisida mayli xotirjam bo'ldim. O'zingiz organizmingiz ko'tarib bersa, bolalaringiz qiynalmasa, tug'ishingiz mumkin. Chokingizda muammo yo'q dedim. Shuning uchun qarab berdim ularga. Hurmatli ayollar, agarda siz ham kesir kesish amaliyotini o'tkazgan bo'lsangiz, albatta kesir kesish oralig'i intervalda saqlashingiz kerak. Iloji boricha 3 yil oraliq bo'lishi kerak. Agarda to'g'ri, men abortga qarshiman, shuning uchun homiladorlik bo'lgungacha saqlanish yo'lini topishimiz kerak.